Tasavvur qiling. Naruto olamining eng kuchli ikki Uchiha a'zosi Madara Uchiha va Itachi Uchiha o'rtasidagi epik jang kim g'alaba qozonadi? Qani boshladik. Xo'sh, Madara, mendan nima xohlaysan? Yaxshi savol bo'ldi. O'zing nima deb o'ylaysan? Men sen bilan jang qilishni xohlamayman, lekin sen meni klanimni yo'q qilishga majburlading. Sen meni yo'q qila olaman deb o'ylaysanmi, Itachi? Amaterasu. Sen ninjutsu ishlatmoqchimisan? Jang juda oson tugadi, shunday emasmi? Madara Uchiha bu eng kuchli Sharingan egalari va Mangyoku Sharingan qudratiga ega bo'lgan shinobi. Rinneganni qo'lga kiritgan va Uchiha klanining eng buyuk yetakchilaridan biri bo'lgan Madaraning Susanosi ulkan va deyarli yengilmas. Uchiha Itachi esa klanning eng daho shinobilaridan biri. U yoshligidanoq Ambo jamoasiga qo'shilgan va Uchiha klanini yo'q qilish orqali Konoha tinchligini saqlab qolgan. Itachining Mangyoku Sharingani bilan Amaterasu, Tsukuyomi va Susano kabi kuchlardan foydalanish imkoniyati mavjud. Senga past nazar beribman. Madara va Itachining kuchlarini solishtiradigan bo'lsak, jismoniy kuchda Madara bu yerda afzallik qiladi, lekin intellekt va strategik jang bo'lsa, Itachi bu borada juda ham ustun. Genjutsu bo'yicha Itachining Tsukuyomi esa juda kuchli. Ninjutsu va taijutsu bo'yicha Madara bu borada kuchliroq, lekin Susano bo'yicha esa Madaraning to'liq shakllangan Susanosi juda ham kuchli. Ko'raman, sening Sunonoying manekini oldida nimalar qila olar ekan. Itachi, sen meni hech qachon yenga olmaysan. It is not a young Uchiha who will scare me. Bu jangda kim g'alaba qozonishi qaysi vaqtdagi holatdagi jang qilishlariga ham bog'liq. Agar ikkalasi ham 13 yoshdagi holatda jang qilishsa, hech qanday shubhasiz Itachi g'alaba qozonadi. Lekin agar Madara 10 dumlini qo'lga olganidan oldingi holatda bo'lsa, Itachi muammosiz yutardi. Buning asosiy sabablaridan biri Itachi erisha olmaydigan to'siqlar bor edi. Ulardan biri Rinnegan.
Buning sababi uning sog'lig'i yomon edi va u Indra avlodidan emas edi. Madara esa Hashirama hujayralari orqali Renenganni uyg'otgan. Ikkinchisi esa boqiy Mangyoko Sharinganga erisha olmas edi. Bu uchun Uchiha kuchli ruhiy og'riqni his qilishi kerak. Madara ukasini o'ldirish orqali bunga erishgan, lekin Itachi bunday qila olmas edi, chunki u ukasini juda yaxshi ko'rar edi. Agar Itachi bu boqiy Mangyoko Sharinganni va Renenganni qo'lga olganda, kuchlar tenglashardi. Hattoki Itachi yutishi ham mumkin edi. Lekin afsuski, bu narsalar animeda bo'lmaydi. Lekin biz Itachiga past nazarda qaramasligimiz kerak. Chunki animeda u 9 marta jang qilgan. 7 tasida esa raqibi Itachiga qo'lini ham teqqiza olmagan. Xulosa esa o'zingizga bog'liq. Bu AniExtra YouTube kanali bo'ldi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, videolarimizni qo'llab-quvvatlang va keyingi videolarimizni kuting. Siz bilan men Yani Xironzi bo'ldim.